Birodar, qarzdorlarni qiynamang. Haqqoniy ravishda agar ular muhtoj bo'lsa, chiroyli holatda birodar, sen agar bera olmayotgan bo'lsang, qiyomatda so'ramayman. Shunday o'rtoqgarchilik bir duo qilib qo'ysang bo'ldi deng. Undan so'ramasdan qiyomatga qoldirib uni, qiyomatda ahvolini tang holatga keltirib qo'ymang. Yoki, "Alo, ha, seni qarzing bor edi mendan, ha, bo'ldi, kechdim o'shandan." deydi-da qo'yadi. Birodar, kechishlikni ham chiroyli suhbat bilan qiling. Keling, yana pul bering unga. Sen muhtojsan deng. Yana shuncha bering. Va bunisi ham oldingisi ham qarz emas, senga ehson deng. Nega? Nega deysizmi? Birodar, siz gunoh qilyapsiz. To'g'rimi? Sizni namozdan qarzingiz bor, ro'zadan qarzingiz bor, Allohning oldida qarzdorsiz. Qarzni to'lamay turib yana Alloh beryapti-ku sizga. Biz qarzdorga yana pul berishligimiz kerak desak nega deydi? Qanday nega? Siz o'sha holatdasiz-ku o'zingiz. Qarzingiz mana sheringizgacha to'la olmaysiz uni. Bir umr ibodat qilsangiz ham to'la olmaysiz Allohga. Alloh yana beryapti-ku. Siz birodar, qarzdorni haqqoniy ravishda u muhtoj bo'lsa chaqiring, yana bering. Oldingisi va shugungisini kechib yuboring birodar. Duo qiling deng, bo'ldi. Uni oldida ayting, meni oldimda muttahamday ko'rinma. Senga bu ehson. Alloh senga yaxshilik bersin. Agar qaytarsang, qaytarmasang ham roziman deng, birodar. Senga bu hadiya deng. Yana kerak bo'lsa yana mendan so'rading. Yes, birodar, siz qarzdorsiz. Sizga Alloh beryapti. Yana kerak bo'lganda, "Ya Robbi, yana menga ber" deysiz-ku, Alloh beradi-ku, birodar. Birodar, bering siz shuni.